Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga bir ajoyib Qur'on kitob kelgan. Ta'minlash uchun razmeri juda ham katta. Yosh kattalar uchun o'qishga juda qulay. Harflari katta holatda yozilgan. Kitobning umumiy o'lchami 50 sm uzunasiga. Bu Qur'onlar shunaqa holatda bo'ladiki, kichkina razmerli Qur'onlarga o'xshab varaqlar bir-biriga yopishmagan bo'ladi. Yakka-varaq deyiladi. Yakka-varaq holatda hamma varaqlar 302 varaq orqa tarafdan tiklanadi. Shu holatda muqovaga solinadi. Shuni hisobiga varaqlar tez ketib qoladi. Bu kitobda ham shunaqa holat bo'lgan. Shu varaqlar chiqib ketgan bo'lgan. Kitobda o'zini rangiga moslab varaq ulab yopishtirganmiz. Shu varaq ham shunaqa holatda chiqib ketgan. Kitob juzlanmagan holatda bo'ladi. Shuni hisobiga tez ketadi bu varaqlar. Bitta yakka bo'ladi. Ketish oson bo'ladi. Bittasi uzilsa, qolgani ham tez ketib qoladi. Kitobimiz tayyor. Sizlarga topshiramiz inshaalloh.